Buni sizga berib yuborishdi. Nima bu? Bilmadim. Hammanglarga rahmat. Bugungi konsertda hammanglar yaxshi ishladinglar. Men bugun faqat muxlislarim uchun qo'shiq kuyladim. Hozir esa do'stlarim, sizlar uchun qo'shiq aytib beraman. Dildan chiqqan so'z dilga botar ekanda, do'st xiyonati yomon ekanda. Shundayin sinovli dunyoda bizlar orzu tomon yursak armon ekanda. Я это говорю, dardimni tinglang, yorim va'dasi yolg'on ekanda. Я это говорю, dardimni tinglang, yorim va'dasi yolg'on ekanda. Ey Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, bevafolardan o'zi saqlasin. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, do'stingman deb siring sotguvchidan saqlasin. Parcha parcha aylar, soxta kulgular qaylarda qolib ketdi? Aytingchi sof tuyg'ular, gar yiqilsam ustimdan kulishga ular tayyor. Bu odamlar o'z foydasiga tulkidan-da ayyor. Chin do'stim deganim qo'ynimdagi ilonim, yorim jonim deganim qalbga qadalgan tikonim, yorim jonim deganim qalbimdagi tikonim. Я это говорю, dardimni tinglang, yorim va'dasi yolg'on ekanda. Я это говорю, dardimni tinglang, yorim va'dasi yolg'on ekanda. Ey Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, bevafolardan o'zi saqlasin. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, do'stingman deb siring sotguvchidan saqlasin. Jasmin, bunday go'zalligi siri nimada? Buning siri meni ham prodyuserim, ham xo'jayinim Shahboz akamlada va bundan tashqari meni stilim ustida ishlaydigan o'rtog'im Xannada. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, bevafolardan o'zi saqlasin. Alloh saqlasin, Alloh saqlasin, do'stingman deb siring sotguvchidan saqlasin. Voy.